Ko'p o'quvchilar avtotest imtihonlari shunchaki yodlab olyapti, ya'ni izohiga tushunmasdan boshqa savolning izohini yodlab olib, yangi tushayotgan savollarda qo'llab qo'yapti. Quyidagi savolning javobi bilan adashtirib. Assalomu alaykum, men Ilhomjon Jo'rayev, ko'p yildan beri avtoinstruktor bo'lib ishlayman. Xo'p, hozir sizlar bilan imtihonga yangi qo'shilayotgan ko'pchilik o'quvchilarimizni chalg'itib qo'yayotgan savollarni ko'rib chiqishda davom etamiz. Ya'ni ushbu savol quyidagicha: qaysi avtomobil to'g'ri burilyapti? Bu joyda birinchi va ikkinchi avtomobillarni ko'rib turibmiz, ikkalasi ham qoidani buzyapti. Bunga sabab chapga burilayotganda ikkinchi transport vositasi chap bo'lakdan qayrilib olishingiz kerak edi. Birinchi transport esa 1.11 chizig'imizni tekis qidirg'a chiziq tomonidan burilyapti. Bunga birinchi transport vositamizga ham, ikkinchi transport vositamizga ham harakatlanish mumkin emas. Ya'ni qoidani buzyapti. Har ikkisi noto'g'ri burildi. Ko'p o'quvchilar savollarni yodlab olyapti va quyidagi savolning javobi bilan adashtirib, qaysi transport vositasi haydovchisi qarilishni to'g'ri bajarmoqda deb savolni, ya'ni ushbu savolni javobini ko'rish orqali qaysi transport vositasi qarilishga to'g'ri bajarmoqda desa, bu joyda ikkalasi ham to'g'ri bajaryapti. Bunga sabab yo'l harakat qoidalarida 59-bandida chorrahadan tashqarida transport vositalari chap bo'lakdan qayrila olmasa, o'ng bo'lakdan qayrilishga ruxsat beriladi. Boshqa transport vositalariga xalaqit bermasdan qizil to'g'ri burilyapti. Yuk avtomobillar ham bu joyda to'g'ri burilyapti. Boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermasdan burilish qiyin bo'lganligi uchun, ya'ni quyidagi holatda yengil avtomobil bu joyda. Agar yuk avtomobil bo'lganda ruxsat berardik. Bu holatda hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Chap bo'lakdan qayrilib olish kerak edi. O'ng bo'lakdan qayrilib olyapti, qoidani buzyapti. Oldingi videolarimizda takrorlaganimizdek, ko'p o'quvchilar avtotest imtihonlari shunchaki yodlab olyapti, ya'ni izohiga tushunmasdan va yangi tushayotgan savollarda qiynalib, yiqilib qolyapti. Ya'ni boshqa savolning izohini yodlab olib, yangi tushayotgan savollarda qo'llab qo'yapti. Siz ham avtotest imtihonlarida bitta urinishda o'zida o'tmoqchi bo'lsangiz, bizning YouTube'dagi ma'lumotlarimizga tayangan holatda avtotest imtihonlaridan bitta urinishda o'tib ketishingizga yordam beramiz. Ushbu ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha.